Operatsiya desa, ko'p bemorlar tushunishadiki, bu bosh miyani operatsiyasi, yo'q, migren xirurgiyasi yoki nervlar dekompressiya operatsiyasi bu bosh terisi va mishsani orasidagi sezuvchan nerv tolalarida o'tkaziladigan amaliyot. Demak, bosh miya ochilmaydi, terini tagidagi nerv tolalari bilan o'tkaziladigan dekompressiya usuli. Demak, bunda shu siqilib qolgan nerv tolalarini bo'shatish, ozod qilishdan iborat. Demak, o'z-o'zidan operatsiya xavfsiz. Kesimlar ham maksimal kichik kosmetik kesimlar orqali amalga oshiriladi. Endi operatsiya hajmiga qarab, uni katta kichikligiga qarab ko'rsatadigan bo'lsak, reabilitatsiya jarayonini umumiy reabilitatsiya 1-1,5 oy tashkil qiladigan bo'lsa, lekin oyoqqa turib ketish 1 kun, 2 kun, maksimum 3 kundan keyin turmush tarziga qaytadi odatiy. Klinikada ham yo 1 kun yo 2 kun qoladi. O'zimiz Toshkentdan tashrif buyurgan bemorlarimiz bugun operatsiya qilsak, ertasiga uyga chiqarishimiz mumkin. Reabilitatsiya eng tezi bilan, demak 2 haftadan keyin ish faoliyatiga qaytish mumkin.